Assalomu alaykum azizlar. Demak, kimda yurak qon tomir xastaliklari bo'ladigan bo'lsa, yurak artmiyasi bo'ladigan bo'lsa, havo yetishmayapti, bo'g'ilayotgan bo'lsa va bu to'liq shu jismoniy kasallik vrachlar ko'rib tashxisni qo'yib bo'lgandan keyin mana shu xulosa kelingan bo'lsa, mana yurak qon tomir choyimiz, limon o't degan giyohimiz bor. Bizga limon o't, ruschasiga melisa deyiladi. Undan ham kerak bo'ladi. Mana shu yurak qon tomir yig'masidan kichkina 400-500 grammlik bankaga 1,5 choy qoshiq yoki 1 choy qoshiq to'la solinadi. Katta osh qoshiqda emas, 1 choy qoshiq solinadi-da, limon o't, ya'ni melisadan yarim osh qoshiq solinadi. Kechasi yarim litr bankaga damlab qo'yib, sahar suzib olib, kun davomida ichib yuriladi. Yurak qon tomir xastaliklarida ro'za payti uzrli bo'ladigan bo'lsa, har 2 soatda ichiladi. Kasallik yengil ro'zador bo'lsa, saharlik, iftorlik va yarim kechasi uyqudan oldin o'sha iftorlikdan saharlikgacha bo'lgan paytda 400 grammni ichib tugatiladi. Hech qanday ziyon, zahmat yo'q. Turgan bitgani foyda, tromblarni eritadi, yurakka quvvat beradi, kayfiyatni ko'taradi, artmiyalarni yo'qotadi. Juda bir ajoyib sekin astalik bilan kayfiyatni ko'tarib, yurak qon tomirlarini ajoyib tarzda davolaydi. Limon o'timizdan bir pachka qo'shib beramiz, to'ldirib, yurak qon tomir choyini qo'shamiz. Ikkalasi 40-45 kunga yetadi. Umumiy narxi 300 ming so'm bo'ladi 1,5 oyligi. Bu 2-3 ta kurs degani. Ya'ni 10 kun ichilib 5 kun 7 kun dam olib, 10 kun ichib 5 kun 7 kun dam olib, 2-3 ta kursga bemalol yetadi. Kimga kerak bo'lsa ekranlarga telefon nomeri qo'yiladi, murojaat qilishlaringiz mumkin. Ilohim shifoyi komillar ato etsin bemorlarga.